Uchta lifti bor. Bu hozir nechinchi etajda biza aka? 7-qavat, ventilyatsionni shaxta, hammasi bor ekan. Tak, 7-qavatda biza hojatxona, oshxona, hamma narsasi bor. Tushundim. Yana mana bu tomoni kattagina qismi. 3ta lifti bor. Ichida hojatxonasi bor. Kirib kelaverishda ham bor ekan, ko'rdim. Bitta qavati 800 kvadrat metr ekan. Ana shuni yarimdan olsa ham bo'ladi. Faqat narx ozgina dot ekanda, $35 dotda. Nima deyap qo'ygan bunisi? Namchi yana hojatxonali. Bittasini ko'raylikchi. İkincisi. Zor. Hol. Yo'q, shart emas. Kiraverish joyi. Bu parkovkasi bu. Meni fikrimcha bu birinchi qavati bu. Da? Bu birinchi qavatimi parkovkaning? Yo'q, faqat shuni o'zi ikkitasi degani buni aytganman. Bo'ldi, tushundim sizni. Bu parkovkasi. Hozir 1 daqiqa. Hali olmoqda. Naq 850 kvadrat metr biznes center. Open space ga ishlatadigan bo'ladigan bo'lsa, bu yoq xodimlar o'tiradigan joy, oshxona. Sveti bo'lsa yoqingchi, bir ko'ringchi. Мужской санузел. Gap yo'q. Gapsiz bo'lishi mumkin emas. Osi zo'r. Gap yo'q. Jenskiysini nomiga bundoq ko'rsatib yuboramiz. Bo'ldi, tamom, kirmaymiz yoqqa. Tak. Open space ga rosa zo'r ekan demashit bor-ku. Xodimlarni o'tiqtirib ishlattirishga bitta hol bo'ladigan bo'lsa, naryoqda bitta vxod выход lift. Mana bu rahbarning kabineti bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh yoki buxgalteriyani da Naryoqda xonalarimiz bor. Bilaman. Ham yoqda yana bitta hojatxonalar, lift va xonalar. Bakayım bu nima bu? Bu lift kirolmadiki. Пожарный вход bu. Katta xonalar. Xuddi tepadagidek bo'lingan. Четкий. Zo'r. Gapsiz bo'lishi mumkin emas.